vaqtim yo'q deb aytadigan odamlar bor. Bekorchi odamda hech narsaga vaqti bo'lmaydi o'zi. Buyuklarda ham 24 soat bo'lgan, bizda ham 24 soat. Vaqtni boshqarishga yoki vaqtdan samarali foydalanishga o'quvim yo'q desa to'g'ri bo'ladi. Quyoshdan erta turmas ekansiz, time management haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'zi charchadim deyish nimadan kelib chiqadi, bilasizmi? Zona komfortdan kelib chiqadi. Qulaylik hududi degan narsa bor. Zona komforti. Mana shuni ichidagi siz bor, mazza qilib yashaysiz, undan tashqariga chiqishni istamaysiz. Biz nafs deymiz buni otini. Nafsingizga yoqmaydigan ishlar sizni rivojlantiradi. Nafsingizga nimaiki yoqadigan bo'lsa, sizni dabdalayga chiqaradi. Nafs itin qilsang zabun, olamda yo'q sendek shujoat deydi Alisher Navoiy. Konkret siz 4 ta jabhada o'zingizga qat'iy qaror qabul qilmas ekansiz, siz rivojlanish haqida gapirmang. Birinchisi aqliy rivojlanish, ikkinchisi ruhiy rivojlanish, uchinchisi jismoniy rivojlanish, tana va to'rtinchisi moddiy rivojlanish, bu pul.